Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Mustabid Xitoy hokimiyatining navbatda Sharq Turkiston Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarta rəhimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining, bo'libmi jazo lagerlari tuzimining eng asosli boshlanish nuqtasi hisoblangan 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13-yillikka yaqinlab kelayotgan bir paytda dunyoning har qaysi ellarida faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari 5-iyul kuni keng ko'lamli norozilik namoyishlari va xotirlash faoliyatlari o'tkazishga hozirlanmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan e'lon qilgan chaqiriqnomasida muhojiratdagi qarindoshlarimizga xitoban mundaq deyilgan. Urumchi qirg'inchiligining 13-yilligini xotirlash faoliyatini butun dunyo miqyosida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi zo'r ko'lamli norozilik harakatiga aylantirishimiz lozim. Shuning uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlik hay'ati 5-yil Urumchi qirg'inchiligining 13-yilligini xotirlash haqida tövəndikidək qararlarını aldı. Birinci, yaqında oshkorlangan va xalqaroda intayin zo'r ta'sir qo'zg'agan Xinjiang soqchi hujjatlari bu qitimqi Urumchi qirg'inchiligining 13-yilligini xotirlash faoliyatining asosli shuari va yetakchi ideyasi qilindi. Bu sababdan Xinjiang soqchi hujjatlaridan o'rin olgan ichinishli ko'rinishlar Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan maxsus digitallashtirildi. Har qaysi ellarda elib beriladigan norozilik va xotirlash faoliyatlarida bu ko'rinishlarni bir tutash holda qo'llanish uchun qurultiyimiz tashkilotlarimizni va siyosiy faoliyatchilarimizdan digitallashtirilgan bu o'lchamli ko'rinishlar bilan ta'minlaydi. İkinci, Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan Xinjiang soqchi hujjatlari asosida BDT kishilik huquq komitetiga, Yevropa ittifoqi va Yevropa parlamentiga va Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining hukumat va parlamentlarga, shundaqla har qaysi xalqaro kishilik huquq tashkilotlariga Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomidan Xitoyning Uyg'urlar qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, zulm va besim siyosati fosh qilingan mazmunda norozilik maktubi yo'llandi. Har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan tashkilotlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimizning qurultiyimiz tarafidan bu vaqtda hozirlangan bayonot va norozilik maktubini bir tutash holda qo'llanishini umid qilamiz. 3. Har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan tashkilotlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimizning qurultiyimiz tarafidan bir tutash holda hozirlangan norozilik maktubi asosida Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan o'zdir turishlik davlatlarning hukumat va parlamentlarga, shundaqla o'zdir turishlik davlatlarda faoliyat olib berayotgan har qaysi kishilik huquq tashkilotlari va ommaviy tashkilotlarga mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimiz ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklari fosh qilingan norozilik maktubi yo'llashini iltimos qilamiz. 4. Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan har qaysi tashkilot va jamoatlarimizning o'zlari turayotgan davlatlardagi turk islom tashkilotlarini, kishilik huquq tashkilotlarini va boshqa ommaviy guruhlarni safarbarlikka keltirib, ularning hamkorligi va qatnashida bir tutash holda Xitoyga qarshi keng ko'lamli birlashib norozilik namoyish uyushtirishni talab qilamiz. 5. Urumchi qirg'inchilik yuz bergan 5-iyul kundan 7-iyul kunigacha dunyoning har qaysi ellarda yashayotgan Uyg'urlar agar o'zi turishlik davlatlarning qonuni yo'l qo'ysa, uyining balkonlariga va mashinalarga birdek holda Sharq Turkistonning ayıl-tuzluq ko'k bayrog'ini qadashga tirishishi va bu orqali o'zlarining Xitoyga bo'lgan noroziliklarini bildirishi lozim. 6. Bütün Sharq Turkiston tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilarimiz 5-iyul kundan e'tiboran 3 kungacha o'zlari boshqarayotgan internet sahifalarini, ijtimoiy taratqularni qaraytishini va rangsiz shaklda davomlashtirishini talab qilamiz. 7. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan Urumchi qirg'inchiligi yuz bergan 7-oyning 5-kundan boshlab bir haftagacha to'y to'kin o'tkazmaslik, o'ltirish va turli shakldagi ko'ngil etish faoliyatlarini olib bormaslik orqali o'zlarining 5-iyul shahidlarga bo'lgan ta'ziyasi va hurmatini izhor qilishni iltimos qilamiz. 8. Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komitetining bir tutash tashkillashi ostida 5-iyul kuni dunyoning har qaysi ellarida bir tutash holda 5-iyul shahidlarini yod etish, ularning ro'yi uchun nazar chiroq va duo takbir faoliyatlarini uyushtirish lozim. Bo'libmi namoyish qilish imkoniyati bo'lmagan davlatlarga tashkilotlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimiz bu faoliyatga alohida ahamiyat berishi, hozirdan e'tiboran buning tayyorlik xizmatlarini jiddiy boshlashi lozim. 9. Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy organi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarkibidagi tashkilotlar o'zlari bilan yaqin munosabatda bo'lgan chet ellik jurnalist va muxbirlarni safarbarlikka keltirib, 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 13-yillik munosabati bilan asosli chet el matbuotlarining maxsus xabar maqolalar va obzorlarning e'lon qilinishini qo'lga keltirish, hozirdan boshlab ularni turli material manbalari bilan ta'minlashga kafolatlik qilish lozim.
Dünyanın hər qaysı joylaridagi diniy və siyasi rəhbərlərinin qatnashida 28 iyundan 30 iyungacha Amerika poytaxti Washingtonda chaqirilgan 2022 yillik xalqaro diniy erkinlik kengashida mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga qaratgan chegara halqon bostirish siyosatlari yig'inining asosli muzokara temalarining biri bo'ldi. Mazkur kengash jarayonida Dunyo qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanatning riyosatchiligida o'tkazilgan chegara halqigan zulm degan temadagi muhokama bo'limida so'z qilgan Dunyo qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandi Xitoy hukumatining hech qanday vosita tanlab o'ltirmasdan har qachon chet ellardagi Uyg'ur va boshqa millatlardan bo'lgan faoliyatchilarga diplomatik yo'llar, iqtisodiy yamchuk va fan texnik qurollar orqali o'xshamagan shakllarda hujum qilib kelganligini, ularning istixborot to'g'ri qurish orqali chet ellardagi o'qitish kuchlarga qora qo'lni so'zib kelganligini bayon qilish bilan birga, buning eng tipik misoli qatorida xalqaro soqchi tashkilotining Xitoy hukumatining qo'lida qanday bir o'yinchiqqa aylanib qolganligini ko'rsatib o'tdi. Dolqin Aysoning bayon qilishicha, uning ismi Xitoy hukumatining qo'l tiqish tufaylidan xalqaro soqchi tashkilotining qora tizimiga kirgizilib qo'yganlikdan o'tgan 20 yilda u buning dardini bek ko'p tortgan. Yana kelib Xitoy hukumati izchil holda Uyg'ur, Tibet va boshqa xalqlardan bo'lgan faoliyatchilarni izchil jinoyatchi deb tashviq qilib kelgan. Shuning bilan birga har qaysi davlatlardagi bu jinoyatchi unsurlarni o'zlariga o'tkazib berish qistab kelgan. Marokashdagi Idris Hasan mo ana shu xil qurbonlikning biri ekan. Shunga xalqaro tashkilotlarning qurilma jihatda isloh qilish to'liq zarur ekan. Xitoy hukumatining bu xildagi chegara halqon zulmining mohiyati Uyg'ur muhojirlarga ziyonkashlik qilishlar bo'lib qolmasdan, dunyo xalqi uchunmi bir kuchlik ogohlantirish ekanligini ta'kidlab o'tgan. Dolqin Ayso apandim Xitoy hukumatining siyosiy va iqtisodiy jihatda butun dunyoga bu yo'sinda qo'l so'zishi ularning qudrat topganligining emas, aksicha to'limi ojiz va qo'rqinchoq ekanligining ifodalanishi deb ko'rsatdi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi qarmog'idagi bexatarlik va kishilik huquq ishxonasining davlat halqon zulmlarini bir yoqli qilish xodimi Andrew Stafford apandim mazkur muhokamada qilgan so'zida Amerika hukumatining bu xil chegara halqon zulmlarga bir butun davlat saviyasida taqobil turib kelganligini, jumladan Xitoy hukumatining chegara halqon zulmining o'z navbatida Amerika uchunmi tahdid bo'lganligi sababli buningga qarshi Amerika Federatsiya tekshirish idorasi qatorliq munosabatli o'rinlarning uzundan bo'yon bir qator choralarni qo'llanib kelganligini, shundaqla bu jihatda ziyonkashlik uchirg'uvchilarga yordam berishni izchil davomlashtirib kelganligini ta'kidlab o'tdi. Qozog'istonda tonilgan vatanparvar kompozitorlardan biri bo'lgan Polat Hezimovning Dunyoviy go'zallik birlashmasining mukofotiga erishganligi haqidagi xabar Qozog'iston va dunyoning har qaysi ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimizni alohida so'yindirdi va iftixorlantirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandim bu munosabat bilan istansimiz orqali qilgan tabrik so'zida Qozog'istonda Uyg'ur madaniyati va san'atini qo'g'dab qilish va taraqqiy qildirish yo'lida zo'r fidokorlik ko'rsatgan vatansuvar san'atkorimiz Polat Hezimovning mazkur mukofotga erishganligidan cheksiz so'yinganligini va uni muboraklaydiganligini ifoda qildi. Ma'lumotlarga qaraganda, Dunyoviy go'zallik birlashmasi xalqaro tashkilot bo'lib, 70 dan oshiq mamlakatning vakillari uningga a'zodir. Mazkur tashkilot go'zallik, san'at, sartaroshlik san'ati va boshqa sohalar bo'yicha xalqaro bir nechilgan musobaqalarning uyushtiruvchisi. Ular har yili musobaqalarni o'tkazib, ularda g'olib chiqqanlarni taqdirlashni an'anaga aylantirgan. Qozog'istondagi Tarim ansamblining rahbari, tonilgan naqshchi, kompozitor Polat Hezimov shu xalqaro tashkilotning eng modern mukofotining eng yaxshi kompozitor turiga erishgan. Polat Hezimovga mazkur mukofot uning ko'plagan Uyg'ur naqshlari va musiqalarini ijod qilganligi uchun berilgan. Polat Hezimov hozir qadar Uyg'ur va qozoq artistlari uchun 70 dan oshiq naqsh yozgan. U Visal damlari, Seg'inish, Atalar naqshi nomli 3 to'plamning avtori, bir qator xalqaro san'at musobaqalarining uyushtiruvchisi. Shundaqla u Diyar, Leyli, Adash, Iroda ansambllarining asoschisi. Polat Hezimov Uyg'urlarning donliq naqshchisi marhum Murat Nasirov bilan bir necha yil ijodiy hamkorlikda ishlab, uning naqshlarini targ'ib qilishda cho'ng rol o'ynagan edi. Polat Hezimov riyosatchilik qilayotgan Qozog'istondagi Tarim ansambli ilgari Dunyo qurultiyi tomonidan Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazilgan Yevropada No'ro'z nomli san'at faoliyatida. Yana shundaqla Yevropa Sharq Turkiston birligining 25-yillik munosabati bilan Myunxenda o'tkazilgan xotirlash faoliyatida mahorat ko'rsatib, Yevropadagi, jumladan Germaniyadagi Uyg'urlarning qalbida taxt qurgan edi. Polat Hezimovning ismi Olmaotada nashr qilingan Uyg'urlar nomli ensiklopediyaga kirgan bo'lib, uningdagi ma'lumotlar qaraganda, u 1964-yili Olmaota viloyatining Yarkent shahrida tug'ilgan. O'rta maktabni, ondan tish texnikasi kasbi bo'yicha texnikumni tamomlab, tish doktorxonasida ishlagan va Uyg'ur musiqalariga bo'lgan qiziqish uni bu sohaga elib kirgan. Polat Hezimov dastlab Yarkent bulbullari Uyg'ur milliy ansambli, keyingi yillarda bo'lsa Tarim ansamblining faxriy rahbari sifatida ko'pchilik yaxshi tonilgan.
Xitoy turmistiki ataqlıq Uyğur ziyalisi, Nobel Tinchlik mukofotining nomzodi İlham To'xtining Amerikadagi qizi, Uyğur kishilik huquq faoliyatchisi Javhar İlham yaqinda Thomson Reuters fondi to'g'rida maqola e'lon qilib, Uyğur majburiy emgakining oldini olish qonuni garchi majburiy emgakni oyoqlashtirish ko'rishdagi davr belgish voqea bo'lsa-mu, bu zulmni to'xtatish uchun yana nurg'un ishlarni qilish kerakligini o'ttirib qo'ygan. U bu maqolasida mundaq deb yozgan: Mening dadam Uyğur iqtisodshunos İlham To'xti o'z xalqi uchrayotgan zulmga oshkora qarshi chiqqanlik uchun tutilib 8 yil o'tgan bo'lsa-mu, boshqa sonsizlagan Uyg'urlarga o'xshash yanala Xitoy turmisida yotmoqda. Amerika bu haftadan boshlab ijro qilgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni o'z xalqim va boshqa Turkiya xalqlarini qo'g'dash yo'lida besilgan muhim bir qadam. Misli ko'rilmagan bir tarixiy taraqqiyot. Ammo bu texi ishning endi boshlanishi. Javhar İlham oxirida mundaq deb yozgan: Men yashayotgan bu davlatda Xitoydagi majburiy emgakni cheklaydigan qonunning maydonga kelishi kishini hayajonga soladigan bir ish. Shundaqdimi biz dunyodagi rahbarlarning Uyg'ur majburiy emgakidan keladigan manfaatlarni rad qilishiga, har bir shirkatning bu qilmishning oqibatini obdan o'ylashiga va Xitoy mollarini ta'minlash liniyasidan chiqarib tashlashiga muhtoj. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'rt televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.